savolimizga tandir kabob, alqasos, subhi chiqib ketadi va D javob qoladi. Ikkinchi savolimiz qo'shib yoziladigan so'zlarda A javobdagi abadiy tanqidiy chiqadi, C javobdagi madhi sano, D javobdagi tuz namaklarda chiziqcha borligi uchun chiqadi. Faqat B Baxtiyordagi B javob qoladi. 33da qulf so'zini tahlili so'ralgan edi ustozlar. Qarang, qulf so'zi eshik qulf deydigan bo'lsak, yopiq ma'nosida keladi. Nutqiy sinonimlikda, nutqiy sinonimlik. Shuni biz eshik ochiq deyishimiz mumkin. Demak, antonimi bor. Keyin qulf so'zini paronimi qulp bo'ladi. Yashnamoq, gullamoq degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun yashnamoq, gullamoqqa nisbatan qulp deb olsak bo'ladi. Keyin sinonimlik qatori so'ralgan ustozlar 4-savolga A javobdagi do'q bilan po'pisa tushsa ham janjal chiqib ketadi. B javobdagi mijg'ov bilan ezma tushsa ham laqma chiqib ketadi. C javobda farosat bilan tamiz tushsa ham ma'no chiqib ketadi va bizda D javob qoladi. Foyda, sud, ayon so'zlari. 5-savolimizgacha tahlil qilinadi. 5-savolimizga ustozlar mana A javobimizda mashinaning garajga qo'yganim emas, mashinani qo'yganim ni bo'lish kerak. B javobda g'ildiraklik arava emas, g'ildirakli arava bo'lish kerak. C javobda ehtiyotkorlik emas, ehtiyotkorlik bo'lish kerak, li ortiqcha va shuning uchun 5-savolga D javob qoladi ustozjonlar. Xo'p. Ammo qarang, endi e'tibor bering. Ammo tog' boshlangandan keyin sekinroq va ehtiyotkorlik bilan, kor bilan li bir joyda kerak emas. Mana shu yerda li ortiqcha, ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Shuning uchun C ham chiqadi va bizda faqatgina D javob qoladi. Ya'ni men uni behuda tashvishlantirmaslik uchun bu yerda hech qanday ortiqcha takalluf qilib o'tirmasdan yo'llanmani oldimda garajga shoshildim. D javobda 5-savolda hech qanday uslubiy xato yo'q ustozlar, qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq. 6-savolga qaraymiz. Qaysi javobda so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud degan. Qarang, qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq ketdi. Undan tashqari yana so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik ham so'ralyapti. Oyog'im 12 ga tortib turardi. U bilan o'zimni xotirjam, erkinroq his qilardim. Bunda yo'q. B javobda natijada shu tahlidda ish ko'rib, uning oldida muhabbatimiz oldida, oilamiz oldida bajarishim lozim bo'lgan burchimni ado etishga ulgura olmay qoldim. Yo'q. C javob. Ammo undan ko'ra meni koyigani, bor haqiqatni vijdonan aytib berishga majbur etgani yaxshiroq edi. Yo'q. Xo'p, D javobda nima bor ekan? U albatta mening o'zimni qo'lga olishimni, muvaffaqiyatsizliklar ustidan g'olib kelishimni va yana avvalgi holimga qaytishimni kutar, bunga ishonar edi shekilli. Qarang, albatta bilan shekilli so'zlari bir joyda mutanosib tushmaydi. Bittasi gumon, bittasi tasdiq bo'layapti, ishonch bo'layapti. Bunaqa bo'lmaydi. Gumon bilan ishonch bir joyga tushishi bu uslubiy xato bo'ladi. Shuning uchun bunda 6-savolga mana shu D javob xato javob sifatida olinadi ustozlar. Xo'sh, 7-savolga qaraymiz. Berilgan parchaga oid hukmlarning qaysi biri noto'g'ri debdi. Mashina to'xtamasdan o'tib ketdi. Mashina g'ildiraklarida ko'tarilgan qor to'zoni orasida qolib ancha vaqtgacha qo'limni ko'targancha turib qoldim. Tuzilishiga ko'ra murakkab shakldagi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha qatnashgan debdi. Xo'sh, masdan e'tibor bering. Mana shu bitta qo'shimcha. To'xtamasdandagi masdan bitta qo'shimcha. Bu nimani qo'shimchasi desangiz, bu aynan ravishdoshning qo'shimchasi. Ravishdoshda bilasiz, may, mayin, masdan degan qo'shimchalar bor. Demak, bu fikr to'g'ri, bizga xatosi kerak. Shaxs son shakli bilan omonim bo'la oladigan so'z yasovchi qo'shimcha qatnashgan debdi. E'tibor bering. Shaxs son bilan omonim bo'ladigan so'z yasovchi. Xo'p, bunda vaqtgacha qo'limni ko'targuncha qolaverdim. O'tib ketdi g'ildirak. Shaxs son shakli bilan omonim bo'la oladigan so'z yasovchi qo'shimcha. O'tib ketdim.
Ha, mana g'ildirakdagi K ustozlar mana. G'ildirakda K bor. Sababi g'ildira plus K shaklida mana. G'ildirak. Ko'rdingizmi? K qo'shimchasi shaxsonda ham bor. Misol uchun bordi plus K, bordik bo'lganda shaxson bo'ladi. Shuni evaziga bu ham to'g'ri. C javobga qarang. So'z yasovchi qo'shimcha bilan omonim bo'la oladigan ismlarning munosabat shakllari 3 o'rinda ishtirok etgan. Xo'p, qo'limdagi im bor, to'zonida i bor, orasida si bor. Mana shu qo'shimchalar so'z yasovchi bilan omonim bo'la oladigan ismlarning munosabat shakllari hisoblanadi. Endi mana C ga birorta misol ayting deyishi mumkin ustozlarimiz. Qarang, men plus C, mensimoq, ya'ni o'sha pisand qilmoq, mensimoq ma'nosida keladi. Demak, C javob to'g'ri ketdi. D ga qaraymiz. Majhul nisbatni hosil qiluvchi omonim bo'lmagan qo'shimcha qatnashgan debdi. O'zi majhul nisbat bo'lgandan keyin albatta unda omonim bo'ladi. Sababi majhul nisbatning qo'shimchalari o'zlikda ham bor. Demak, bu fikr mantiqiy jihatdan ham xato. Shuning uchun bemalol D javobni olaversangiz bo'ladi. Ko'tarilgan so'zida il bor, bu albatta o'sha nima deydi, omonimlikni beradi. Xo'p, 8-savolga diqqat qilamiz ustozlar. 8. Fe'l so'z turkumi bilan bog'liq bo'lgan savol, o'sha bizga aynan fe'llarni sariqqa bo'yab berganman, mana ko'rib turibsiz. Birinchi gapda ta'lim tarbiya bermasa, ikkinchi gapda aylantirib, birinchi gapda o'zida ta'lim tarbiya bermasa, aylantirib, keyin olishga harakat qilmaydi, o'rganmaydi. Ikkinchi gapda esa bo'lish, ilm olish, bo'lishiga intilish, samara berib, olingan keltiradi. Uchinchi gapda esa aylanishi, o'rganib, yetkazadi. Mana shular fe'l so'z turkumi. Endi qarang, sifatdosh debdi. Birinchi gapimizda sifatdosh yo'q. Birinchi gapimizda umuman sifatdosh yo'q. Shuning uchun bir ortiqcha. Ikki harakatnoma debdi. Birinchi gapimizda ilm olishdagi mana olishi harakatnoma. Ikkinchi gapda bo'lish harakatnoma. Uchinchi gapda esa aylanishi harakatnoma. Demak, ikkini olamiz. Xo'sh, sodda yasama fe'l debdi. Qarang, birinchi gapda yo'q. Birinchi gapimizda sodda yasama fe'l yo'q. Shuni evaziga uchinchisi chiqib ketadi. 3 kerak emas. 4 ga qarang. O'timli va o'timsiz fe'l debdi. Xo'p, birinchi gapimizda ilmni o'rganmaydi, o'timli fe'l. Harakat qilmaydi, o'timsiz fe'l. Ikkinchi gapimizda bo'lish o'timsiz fe'l, olish o'timli fe'l. Uchinchi gapimizda qarang, aylanishi o'timsiz fe'l, o'rganib o'timli fe'l. Shuning uchun 4 ni olamiz. 4 kerak. 2 bilan 4 chiqdi. Qani shunday javobimizga 2 4 6 debdi. Orttirma nisbatdagi fe'lni bir ko'ramiz. Qarang, birinchi gapimizda aylantiribda tir bor. Ikkinchi gapimizda xo'sh keltiradida tir bor. Uchinchi gapimizda yetkazadida kaz bor. Mana orttirma nisbatlar. Shundan kelib chiqib bemalol mana B javobni olaversangiz bo'ladi ustozlar. 9-savolga qarang, e'tibor bering. Quyidagi parchada qatnashgan so'z turkumlari haqida hukmlardan nechtasi to'g'ri debdi. Xo'p, yordamchi so'z turkumlarining barcha turiga oid birliklar qatnashgan, ko'ramiz. Natija ham bu yuklama aynan boshqa o'quvchilarda bo'lgani kabi bog'lovchi. Muvaffaqiyatli bo'ldi. U juda tez suratlarda yutuqlarni qo'lga kiritdi. Bundan o'zi ham hayratga tushar, o'zi orzu qilgan natijani ro'yobga chiqara boshlagandi. Demak, ustozlar qarang, bu yerda qaysilari bor ekan? Bu yerda yuklama bor ekan. Yuklama va undan tashqari keyin ko'makchi bor ekan. Ko'makchi. Shuning uchun bir kirmas ekan. Xo'p, ko'makchi bor ekan, bir kirmas ekan. Bir daqiqa ustozlar. Xo'sh. Davom etamiz. Endi qarang, 2 ga olmoshning 3 xil ma'no turiga oid birliklar qatnashgan degan. Xo'p. U yutuqlarini qo'lga kiritdi. Bundan o'zi, mana
u kishilik ko'rsatish va o'zlik olmoshlari bor ekan. Demak, haqiqatdan ham 3 xil ma'no turi bor ekan. Ikkini olamiz. Xo'sh, tub mavhumot ishtirok etgan debdi. Tub mavhumot bo'lsin. Qani. Xo'p. Niyat so'zi, mana. Niyat so'zi tub mavhumot hisoblanadi. Demak, 3 ni ham olamiz. Tub va yasama ravishlar qatnashgan debdi. Tub ravish bor, lekin yasama ravish yo'q. Misol uchun mana test suratda mana test so'zi tub ravish, lekin yasama ravish yo'q. Shuni evaziga 4 chiqib ketadi. Xo'p, 5 tub va yasama turdosh ot mavjud debdi. Qarang. Tub va yasama turdosh bo'lsin. O'quvchi so'zi yasama turdosh ot. Xo'p, demak, niyat so'zi tub turdosh ot. Ikkalasi ham tub. Niyat ham o'quvchi ham tub, bittasi yasama, bittasi o'sha tub. Endi mana 5 ga qaraymiz. 2, 3, 5 bo'lib C javob to'g'ri. Ya'ni 3 tasi to'g'ri bo'ladi ustozlar. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. 10-savol ustozlar, gap haqida berilgan to'g'ri hukmlar. Bu sintaks bo'limi bo'ladi. Endi birinchisi, ushbu parchada kesimlar fe'l kesim hisoblanadi debdi. Fransiyada o'z davrining eng mashhur siyosiy notig'i bo'lgan Jon Jeris yillab deputat palatasida majlis o'tkazgan fe'l kesim, ammo biror og'iz so'z so'zlamagan fe'l kesim, nihoyat mardlikni bo'yniga olib, o'zini birinchi nutqda irod etgan edi, manakay. Xo'sh, bizga to'g'rilari kerak. Ushbu parchada barcha kesimlar fe'l kesim. Haqiqatdan mana 3 ta kesim bor. Uchalasi ham fe'l kesim. Xo'p, endi vositali va vositasiz to'ldiruvchilar mavjud degan. Xo'p, endi vositali va vositasiz to'ldiruvchilar, e'tibor bering. Fransiyada o'z davrining eng mashhur siyosiy notig'i bo'lgan Jon Jeris ko'p yillar deputat palatasida majlis o'tkazgan, biror og'iz so'zni so'zlamagan. Vosita, demak ushbu parchada vositalsiz bu nihoyat mardlikni bo'yniga olib, mardlikni vositasiz o'zining birinchi nutqini vositasiz. Vositalisi yo'q, hammasi vositasiz ekan. Xo'p, demak bundan kelib chiqadiki 2 chiqib ketadi. Mana 2 ni chiqaramiz. 2 chiqdi, 2 chiqdi, 2 chiqdi. 4 ga qaraylik birdan. Ushbu parchada aniqlovchining aniqlovchiga tobelanishi kuzatiladi debdi. Siyosiy notig'i bo'lgan Jon Jeris. Qarang, notig'i bo'lgan bitta aniqlovchi, siyosiy notiq. Qanday notiq? Ikkinchi aniqlovchi. Siyosiy so'zi siyosiy notig'i bo'lganga tobelanyapti. Demak, bu degani aniqlovchiga tobelandi. 5. To'ldiruvchining holga bog'lanishi kuzatilgan degan. Qarang, mana bo'yniga olib irod etgan, mana e'tibor bering. Mana bu bo'yniga olib hol, mardlikni bo'yniga olib bo'ladi. Mana bu to'ldiruvchi holga tobelanyapti. Demak 5 ham kiradi. Shunday qilib 10-savolga ustozlar B javobni olsangiz bo'ladi. Xo'p, 11-savolga qarang, 11-ga. Ushbu gapda mazmuniy va grammatik bog'lanishlar to'g'ri berilgan qator so'ralgan. A javob. Yunonistlar tomonida turgan, irod etgan qo'shma fe'l chiqib ketadi. B javob to'g'riga olingan. C ga qarang. Turgan va irod etgan ozod bo'lish qo'shma fe'l chiqib ketadi. D javobda davlat arbobi fuqarolar davrida degan, fuqarolar urushi davrida bo'ladi, bu ham chiqib ketadi. 11-savolga ustozlar B javob qoladi. 12-savolga qaraymiz. Ushbu parchada qo'yilishi kerak bo'lgan tinish belgilar to'g'ri tartibda berilgan qatorni toping debdi. Xo'sh, demak, bu ko'chirma gapli qo'shma gap. Qarang. Dastavval u unchalik chapdast emasdi deb guvohlik beradi. Linkoln advokat sherigi Gendron va uning muhitga moslashishi nihoyatda og'ir kechar edi. Biroz vaqt o'tgach kuchaytirar edi, xolos. Xo'sh, demak, qo'shtirnoq bilan boshlaysiz. Dastavval u unchalik chapdast emasdi. Qarang. Mana bu yerda bitta vergul, bitta tira, chunki muallif gapi boshlanyapti. Deb guvohlik beradi Linkolnning advokat sherigi Gerindon, uning Gerindon. Yana bitta vergul tira, chunki ko'chirma boshlandi.
uning muhitga moslashishi nihoyatda og'ir kechar edi. Nuqta. Biroz vaqt tortinchoqlik va hayajon bilan kurashib ko'rar. Virgul. Bu esa uning mohir emasligini kuchaytirardi. Virgul va oxirida nuqta. Mana ki. Endi buni moslashtirib chiqadigan bo'lsangiz, aynan C javobga to'g'ri keladi. Mana qayerga qo'yilishini ko'rsatib ham berdim. Xo'sh, davom etamiz. 13-savol. Lolazor romani va uning mazmuni to'g'ri ko'rsatilgan savol so'ralgan ustozlar moslashtirib chiqasiz 1 va 3 bo'ladi. B javobi olinadi. Xo'sh, 14. Qiyomat romanidagi Bo'ston o'sha O'rkinchiyev obraziga berilgan to'g'ri va asosli hukm so'ralgan. Bunda C javobni olasiz. Bu yoq endi badiiy matnda. Adabiyot, badiiy adabiyotda 15. Erkin A'zamning chapaklar va chalpaklarda o'sha Yak, Baxtiyor, Erkin aka muallifga nisbatan ta'riflar berilgan. Bunda A javobni olasiz. Ya'ni o'sha 1B, 2A, 3C javobi keladi. Moslashtirishda bu savollar. Badiiy adabiyot hammasi. Endi 16. Artur Conan Doyle'ning Mallalar uyushmasida parcha olingan, shu parcha haqida ta'rif so'ralgan. Qarang. Mallalar uyushmasining irodasini yopish bilan deydi, ular Mr. Jebis Wilsondan xoli bo'lishga ortiqcha muhtoj emasliklarini, boshqa so'z bilan aytganda lahmni qazib bo'lganliklarini bildirishadi. Bunda shu narsa ma'lum ediki, ular lahmdan tezroq foydalanib qolishga harakat qiladilar. Endi shu o'rinda Sherlik Holmesning deydi o'sha xulosasi haqidagi to'g'ri hukmni aniqlang degan savol kelgan. Endi Sherlik Holmesning shu yerda xulosasi shunday bo'ladiki, ular endi jinoyatni boshlash arafasida turibdi. Chunki lahmdan foydalanish degani bu o'sha jinoyatni shu lahm orqali bajarish edi, agar o'qigan ustozlarimiz biladi. B javob bunda mutanosib tushadi. 17. Quyidagi misralar haqida to'g'ri hukmni aniqlang. Men ham yashayapman o'z zamonimda, Z qolib ketdi bu yerda. Davrimdan qayga ham tushardim yiroq. Ustozlar, mana shu kimning she'ri edi? Qani bir izoh qoldiraylik qani. Men ham yashayapman o'z zamonimda, davrimdan qayga ham tushardim yiroq deydi. Qani mana shu kimni o'sha qalamiga mansub edi? Qani? Kimni qalamiga mansub? Ya'ni o'sha kimda she'riy to'plamidan olingan parcha. Bilasizmi, milliy sertifikatda badiiy adabiyot qismida she'rlar ham tushadigan bo'lgan. She'rlar ham qo'yilgan, ya'ni she'riy saylanmalar qo'yilgan. Qani mana shu ikki parcha. Endi bu yerda shoir insonda yashayotgan davri bilan ham nafas bo'lish tabiiy hol ekanligini ta'kidlamoqchi bo'ladi. Lekin buni biz kimligini topmasdan turib savolda o'zini topishimiz murakkablik qiladi-da. Shuning uchun avval bu o'sha kimning qalamiga mansub ekanligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Kimning qalamiga mansub ekanligini. Genetika she'ri. Bu genetika she'ridan olingan ustozlar topolmanlaringiz. Xo'p, demak, endi shunda shoir o'zida yashayotgan davri bilan ham nafas bo'lib tabiiy hol ekanligi ta'kidlanadi deb mana shunda B javobni olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi 17 ga B ketdimi? 18 dan boshlab ustozlar matn. Matnda qon matni tanlangan edi. Matnlarning aynan 4 qismga bo'lingan shaklidan foydalanilgan ustozlar. 18-savolga e'tibor bering. Matn mazmuniga mos to'g'ri shakllantirilgan gapni aniqlang degan savol kelyapti. Endi bu yerda to'g'ri javob B javob bo'ladi. Nima uchun? Aynan o'sha qolgan variantlar xato. Qarang.
A javob xatoligi. Matnda plazmaning 90% dan ortig'i suvdan iborat ekanligi aytilgan. Variantda esa noto'g'ri tarzda 90% ni oqsillar va tuzlar tashkil etadi deb ko'rsatilgan. Shuning uchun A javob xato. Endi B javob. Matnda birinchi va ikkinchi qismlarida eritrotsitlarning kislorod tashishi hamda leykositlarning fotosintez orqali himoya qilishi aniq fotosintez emas, fagotsitez orqali deydi himoya qilishi aniq fakt sifatida berilgan. C javobda xatolikka e'tibor bering. Matnda aytiladi, arteriyalar kislorodga boy qonni yetkazishi, vena esa karbonat angidritli qonni yurakka qaytarishi aytilgan. Ammo faqat chiqindi moddalar bilan degan mutlaq fikr matn mantig'iga zid. Karbonat degani bu chiqindi emas, uni tarkibida ba'zan o'sha uglevodlar ham bo'ladi. Venada plazma va boshqa elementlar bor. Shuning uchun C javob xato. Xo'p, D javobga qarang. Matnda qon guruhlari mos kelmaganda trombotsitlar emas, balki eritrotsitlarning yopishib qolishi, agglutinatsiyasi haqida so'z bo'lgan. Shuning uchun D ham xato. Bizga faqatgina ustozlar bunda B javob qoladi. 19. Raqamlab ko'rsatilgan qaysi qism matnning mazmuniy tuzilishida uslubiy xatolikni bergan desa 4-qismda olasiz. Nima uchun 4-qism? Sababi xo'sh, qon barcha organizmlarni kislorod bilan to'yintirib turadi degan fikr 4-qismda qaytib kelgan. Yuqorida ham e'tibor bersangiz kislorodni deydi o'sha qon tashiydi. Bu yerda ham kislorod bilan ta'minlab turadi. Ikkovi bir xil narsa. Kislorodni tashidi nima? Kislorod bilan ta'minladi nima? Shuni evaziga ikkalasi bir xil. Xo'p, shuning uchun 4-olinadi. 20-savol. Mulohazalarni biz to'g'ri yoki noto'g'riga moslashtirib chiqishimiz kerak ustozlar. Bunda A javob bo'ladi. Ya'ni 2 3 5 to'g'ri, 1 4 6 xato bo'ladi. Demak, nima uchun? E'tibor bering. 1 ga B, ya'ni o'sha noto'g'ri. 1 nima uchun noto'g'ri? Plazmada shakli elementlar erimaydi. Ular o'sha muallaq yuradi. Unda oqsil va tuzlar, gormonlar eriydi. Xo'p, bu shaklli elementlar erimaydi. Endi 2 ga e'tibor bersangiz, yuqoridagi matn bo'yicha u to'g'ri. Matnning 3-qismida leykositlar ham o'sha fotosintez ham o'sha antitole oqsillari orqali himoya qilishi aytiladi. Keyin 3 ga e'tibor bering. A ni to'g'ri degan. Nima uchun? Issiqlik almashinuvi qonning moddalar tushishi va doimiy harakati, transporti o'sha tufayli yuzaga keladi. 4 ga B ni noto'g'ri degan. Nima uchun? Rhesus faktor muhim emas, muhim, ammo u yagona omil emas degan. Qon guruhlari o'sha asosiy omil hisoblanadi degan. Shuning uchun 4 ga B noto'g'ri bo'lyapti. Endi 5 ga A nima uchun? 5 nima uchun to'g'ri? Sababi matnning 4-qismida kapillyarlar modda almashinuvini sodir bo'ladigan nuqta ekanligi ta'kidlangan. 6 nima uchun noto'g'ri? Qarang. Gumoral boshqaruv ozuqa moddalari bilan emas, balki gormonlarni tashish bilan bog'liq. Shuning uchun u noto'g'ri. Xo'p. Endi 21 ga e'tibor bering. Mazmunga mos noto'g'ri ifodalangan ma'lumotni aniqlang desa D javob olingan. Ya'ni qonning himoya funksiyasi faqatgina leykositlar tomonidan amalga oshiriladigan fotoksitoz va o'sha antitole ishlab chiqarish jarayoni bilan cheklanadi degan. Bu to'g'ri-ku. Hop. Bu to'g'ri. B javobni bir qaraylikda. Qon tomirlar tizimida moddalar almashinuvi jarayoni bevosita kapillyarlarda sodir bo'lib, ular arterial va venos qon oqimi o'rtasida bog'liqlikni ta'minlaydi degan. Mana shu aynan bizga noto'g'ri javob degandan shu B javob mos tushgan. Sababi matnning 3-qismida qonning himoya funksiyasi haqida gapirilganda nafaqat leykositlar, balki trombotsitlar ham tilga olingan. Trombotsitlar qonning yivishini ta'minlab, organizmni xavfli qon yo'qotishlardan himoya qiladi. Bu yerda qon tomiri tizimida moddalar almashinuv jarayonida bevosita kapillyarlarda sodir bo'lib, arteriyalar va venos oqimi o'rtasida bog'liq bo'ladi. Faqatgina leykositlar tomonidan amalga oshiriladigan fotosintez. Yo'q, D javob ekan ustozlar. Bunda D javob tushar ekan. Keyingisi, xo'p, 22. Quyidagi qaysi ma'lumot matn mazmuniga muqobil, ya'ni to'ldiruvchi ma'lumot bo'la oladi desa ustozlar, bunda C javob olingan.
Nima uchun C javob olingan? E'tibor bering. Matnning birinchi qismida plazmaning 90% dan ortig'i suvdan iboratligi va qonning o'ziga xos o'sha qovushqoqligi egaligi aytiladi. Agar suv kamaysa, ya'ni matndagi fakt bu, mantiqan qovushqoqlik ortadi va transport, ya'ni ikkinchi qismda tezlikka ta'sir qiladi. Bu ma'lumot matn mazmunida ilmiy jihatdan to'ldirilgan. Shuning uchun o'sha mantiqiy tahlil qilganda to'g'ri javob C chiqadi. Mana C javobda aytayapti-ku, plazma tarkibidagi suv miqdorining kamayishi qonning qovushqoqligini oshirib, shakli elementlarning tomirlar bo'ylab harakatlanish tezligiga ta'sir qiladi degan. Ana shu javob munosib muqobil keladigan javob hisoblanadi. C javob. Xo'p, endi keyin badiiy matn o'sha lozim choralar hikoya Anton Chexovdan olingan. Endi buni ustozlar o'qib chiqib ishlagan ustozlarimiz biladi. Javobini aytib o'tib ketaman. 23 ga C javob bo'ladi. Amaldorlarning balandparvoz va xayrli maqsadlar haqida gaplari. Xo'sh, 24 ga qarang. B javob bo'ladi. Bunda muallif hikoya tomonidan sanitariya komissiya a'zolarini do'kondagi o'sha kirlikka loqaydligini so'raganda, nazorat organlari lozim choralar haqida balandparvoz gaplar aytib ketadi. Shuning uchun 24 ga B. Endi 25 ga e'tibor bering. Xo'p, 25 ga qarang. Hikoyada sasigan olmalar obrazi qanday metaforik maqsadda ishlatilgan? Bu jamiyatdagi tartib intizomning chiriganligi va chirkinligidan dalolat beradi. 25 ga aynan C javobni olasiz. 26 ga qarasangiz, o'sha O'sheynikov obraziga mos bo'lgan eng to'g'ri ta'rif so'ralgan. Amaldorlarning tabiatini yaxshi biladigan, tekshiruvni mehmondorchilikka aylantirish orqali o'z o'sha muttahamligini yashirishga urinuvchi ustamon savdogar, ya'ni B javobni olsangiz bo'ladi. 27 matndagi ma'lumotdan o'sha Pelyunning obraziga xos ta'rif. U o'z xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashmasa-da, ruhiyatida diniy qo'rquv va e'tiqod ustunligi bor. Chunki sadaqa qiladi-ku u kelib. Ichki dunyosi ziddiyatli bo'lgan shaxs. U o'sha qandaydir diniy qo'rquv bor unda, shuning uchun u sadaqa qiladi. 27 da A javobni olasiz. Xo'p, keyin endi ko'ngilni mug'batcha oldi degan g'azal Navoiy qalamiga mansub juda zo'r g'azal. Ko'ngilni mug'batcha oldi mug'ona tut aqdoh, ki yo'q saloh ila bo'lmoqliq endi bizga saloh. Xo'p, demak, buni g'azalda buni savolma-savol tahlil qilamiz. Qarang. G'azal matlasi haqida to'g'ri hukmni aniqlang degan. Matla bu boshlanishidagi birinchi bayt. Qarang. Ko'ngilni mug'batcha oldi, mug'ona tut aqdoh deyapti. Endi e'tibor bering. Mug'batcha bu may tashuvchi bola, otashparast bola. Mug'ona degani mug'larga xos degani, aqdoh degani qadah degani, saloh degani yaxshilik, foyda degan ma'noni bildiradi. Endi qarang. Ko'ngilni deyapti mug'batcha oldi, mug'ona tut aqdoh, ya'ni qadah. Ki yo'q saloh ila bo'lmoqliq endi bizga saloh. Ya'ni mug'batcha ko'ngilni oldi, qadah tutgun ey mug'ona, mayga ta'rif berib mug'ona menga qadah tutgun deyapti. Endi biz yaxshilar ichida yaxshi bo'la olmaymiz deyapti. Qarang, yo'q saloh ila bo'lmoqliq endi bizga saloh. Ya'ni yaxshilarda yaxshilarning ichida saloh bo'la olmaymiz deyapti. Ya'ni yaxshi bo'la olmaymiz deyapti. A javobga qarang. Lirik qahramonning ko'nglini may tashuvchi bola asir qilgani bois, endi o'zini avvalgi yaxshi xulq-atvorlar va taqvosi bilan majlis ahliga foyda keltira olmasligidan g'amga botgan degan. Yo'q, u g'amga botmaydi, faqatgina o'sha shunday holat bo'ldi deb aytadi, g'amga botmagan. Jamiyatdagi mavqei va obro'sini saqlab qolish uchun albatta mughlar ibodatxonasidan panoh izlash shartligi ta'kidlanmoqda. Yo'q, bunday fikr ham yo'q. C javobga qarang. Oshiqning qalbini ilohiy sirlardan voqif etuvchi pir murshid zabt etadi. Endi uning uchun zohiriy dindorlik va quruq aqidaparastlik yo'lida bo'lishdan hech qanday ma'no yo'q. Agar matlani siz tabdil qiladigan bo'lsangiz, ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu ma'no kelib chiqadi. Ya'ni oshiqni qalbini ilohiy sirlardan voqif etuvchi, ya'ni may ilohiy sir ramzi-ku. O'sha aynan may ichishlik ilohiy sirlardan voqif bo'lish. Endi aytayapti, yaxshilar ichida yaxshi bo'la olmaymiz deyapti. Bu degani dunyo moli bilan deydi, aqidaparastlik bilan biz ovora bo'la olmaymiz degan. Shuning uchun 28 ga C chiqadi. Xo'p, she'riy san'atlar haqida berilgan o'sha hukmlardan nechtasi to'g'ri degan. Qarang, birinchi baytda ishtiqoq va tanosib debdi. Keling, birinchi baytni ko'ramiz. Ko'ngilni mug'batcha oldi, mug'ona tut. Mug'batcha bilan mug'ona so'zlari mana bu ikkalasi mana. Mug'batcha va mug'ona so'zlari sizga ishtiqoqni beradi. Ishtiqoq san'ati mana ishtiqoqni beradi. Keyin qarang, aqdoh, mug'batcha, mug'ona mana shularda o'zidan tanosib ham chiqadi. Bu ishtiqoq san'ati asos tosh so'z, tanosibni bilasiz, uyadosh so'z.
Xo'p, demak, birinchi baytda ishtiqoq tanosub ketdi. Ikkinchi baytda istiora tanosub mubolag'a debdi. Istiora tanosub mubolag'a. Xo'sh, istiora tanosib va mubolag'a. Xo'sh, endi qarang. Bir oy firoqida bexudlik istaram to'la tut agar qilib esang aflok jirmidin aqdoq. Xo'sh, bu yerda mana bu bir oy firoqida deyapti. Bu istiora. Xo'p, keyin agar qilib etsang afloq jirmidin aqdoq. Ikkinchi baytimizda mubolag'a kelib chiqadi. Keyin firoq, bexudlik. Mana bu firoq, bexudlik so'zlaridan esa tanosib chiqadi. Afloq. Xo'p. Aflok osmon jismlari bo'ladi. Osmon jismlaridan o'sha kosa yasash. Endi osmon jismlaridan qadah yasash bu mubolag'ada, osmon jismlaridan qadah yasash mubolag'a jarayonida bu. Shuning uchun mana bunda bor ekan. Endi 3-baytni qaraymiz. 3-baytda debdi tazod bilan tanosib bor debdi. Qarang. 3-baytimizda 1 2 3 ta tazod bilan tanosib. Halol bo'ldi xarobot ish ahliga may. Tutursiz har nafki kim ahli tutsa muboh. Muboh bilan halol so'zlari tazod. Keyin ishq ahli, may, ahli xaroba, bular esa tanosib. Bu ham bor. Demak bu ham bor. Xo'p, keyin 4-baytda istixroj sanati debdi. 4 ni ko'raylik, qani istixroj bormi? Xo'p, 1 2 3 4. Ya'ni mana bu baytda. Hayot baxsh labing ruh emishkim hayot baxsh labing ruh emishtuk ey soqiy magarki vovini ilol etib qilibsan roh. Demak vov ilol so'zlaridan rohni hosil qilgan. Mana ikkita so'zning qo'shilishidan bu yerda roh so'zini hosil qilgan. Mana shu yerda istixroj o'zini ko'rsatgan. Xo'p, demak 1 2 3 4. 4 tasi to'g'ri deb olgan ekan. 6-baytni ham ko'rib qo'yaylik ehtiyot shart. 6-baytda tashbih, ishtiqoq sanati mavjud debdi. Xo'p, 6. 1 2 3 4 5 6. Demak 6 mana. Maykada bo'ldi xumorim tun, tajib etmang agar zikrim o'lsa yo fattoh. Yo'q, ishtiqoq yo'q ekan ustozlar. Ishtiqoqdan chiqib ketar ekan. Keyin nido istiora maqtada tastir sanati debdi. Nido istiora tastir. Xo'sh, demak, endi mayda g'avg'osi ras qizdagi ishi Shom Navoiyga qilib nikoh. Yo'q. Bu yerda ustozlar nidoni umuman ko'rmaysiz. Maqtada nidoni o'zi yo'q. Shuni evaziga ustozlar bizda 4 ta javobi C javob qoladi. Keyingi savolimiz to'g'ri emas debdi. 1-bayt Saloh so'zi tajnis sanati sifatida qo'llanilgan bo'lib, lirik qahramonning ishq dardi sababi endi zohiriy taqvo, Saloh yo'lida qolishdan hech qanday manfaat, Saloh yo'qligidan foyda etilgan. Bu bor. 4-baytda ilol usuli bilan ruh so'zidagi vov harfini alifga almashtirib labning hayot baxshligi roh, bu bor. Istixroj dedik. Maqtada piri Dairning Navoiyga ras qizini nikohlab berishi lirik qahramonning umr oqshomidan ishq sirlaridan mahrum bo'lganini anglatadi. Bu ham bor ustozlar maqtada. 6-baytga e'tibor bering. Tong payti mayxonaning bog'liqligi insonning g'aflatda ekanini anglatib, oshiqning yo fattoh deya nido qilishi uning dunyoviy mayxonalar eshigini ochib xumordan qutulish. Mana shu teskarisi ustozlar. 6-baytda o'sha tong payti mayxonadan o'sha bog'liqligi, bu tong payti uni ibodatga turganligi degani. Mayxonada bular uni ibodati o'zi, bu tasavvufiy adabiyotda agar bilsangiz. Shuni evaziga mana bu 6-si teskarisi bo'ladi va D javob olinadi. 31. G'azalda quyidagi qaysi o'xshatish mavjud emas? Qadahning kattaligi osmon jismlariga tenglashtirilgan, osmon jismlaridan qilingan, tenglashtirilgan. Bu bor. Xo'sh, mahbubaning labi ruhga qiyoslangan, bor. Umrning yoshlik davrini tong, keksayish pallasini oqshom ramzlari orqali ma'naviy kamolot, bor. Ko'z yoshlarining izi ariqqa qiyoslangan. Bunday o'xshatish yo'q ustozlar. 31 ga B javobni olasiz. 32-savol. Demak, qarang, maqtada qanday badiiy san'at mavjud emas debdi. Xo'sh, maqtada ustozlar istiora, ras qizidan istiora mana. Ras qizi deylik. Ras qizidan istiora. Demak, tanosub mug' bilan ras qizidan tanosub ham chiqadi. Tashbih ras qiziga o'xshatilgan desak, talmih hech qanday tarixiy shaxs nomi yo'q-ku maqtada. Shuni evaziga C, talmih yo'q. 32 ga C ni olasiz.
33 dan boshlab ustozlar sintaksis bilan bog'liq bo'lgan savollar boshlanadi. Qarang. Yuqorida insonning tanasi, uy-joylar va liboslar toza bo'lishi lozimligi aytib o'tiladi. Inson tanasi, uy-joylari, liboslari mana shular uyushuq bo'lak ko'rinib turibdi. Demak, D. Keyin to'g'ri. Bolalar qalb tug'ilganda pok va ma'sum bola bo'lib tug'iladi. Shuning uchun, demak, mana to'g'riga e'tibor beraylik. Kirish so'z bu. Kirish so'z. Shuning uchun A. Keyin 35. Ammo bu gal do'stlar odatini, yo'g'on gapirishini, ya'ni mana bu yerda ya'nini qo'ysa bo'ladi. Ya'ni ko'ryapsizmi? Ya'nini qo'ysa bo'ladi va bu ajratilgan bo'lakka tushadi. Shuning uchun B javobni olasiz. Mana aka. Xo'p, demak 33 da 34 A, 35 B javoblar bo'lar ekan. 36 ga e'tibor bering. Demak, tozalab so'zi, aslo so'zi, hech narsa to'shalmagan so'zi taqirga to'g'ri keladi. Sochini tozalab qirdirgan, taqir qirdirgan bir kishi. Keyin qarang, bir ishda aslo xabarim yo'q, taqir xabarim yo'q desa bo'ladi. Yo'ldosh aka hech narsa to'shalmagan sholchaga, ya'ni taqir sholchaga. E'tibor beryapsizmi? Taqir so'zi tushadi. 36 ni topgan ustozlarimiz bitta plyus qoldiraylik, qani kim topibdi? 36 ni topgan ustozlarimiz bitta plyus qoldiring. Qani kim topibdi? Qani? Ustozlar, bu taqir so'zi nima deydi? Topish qiyin bo'lishi uchun qo'yilgan savollardan bittasi. Zarari yo'q. Ketamiz endi 37 ga qarang. 37 da tinish belgilari mana qo'yilgan turibdi. E'tibor bering. Foruq fe'li keng bola edi. Gap tugagandan keyin nuqta. Shuning uchun Zokirga qarab dedi. Muallif gapida 2 nuqta. Ko'chirma gap qo'shtirnoq bilan boshlandi. Gapingga qo'shilaman. Kel bo'lmasa, mana bunda kirish so'z vazifasini bajargan kel so'zi, marhamat so'zi bilan teng. Shuning uchun ikki chetidan virgul. Almashtiramiz. Qo'shma gap, virgul. Bu toshlar sen olginda, mana bu yerda yana tugagan uchun virgul. Qo'lingdagilarni menga ber. Qo'shtirnoqni yopasiz va nuqta qo'yasiz. Bo'ldi, masala hal. 38. Quyidagi gapda ko'makchi o'rnida almashina oladigan kelishib qo'shimchasining umumiy ma'nosini bildiruvchi qaysi kelishib qo'shimchasi bilan sinonim bo'la oladi degan. Shunda advokat sababli avtohalokat sababli, xo'p. Qarang, e'tibor bering. Bu yerda aytayapti. Mana ko'makchi bilan almashsin deyapti. Mana bu yerdagi sababli bilan almashadi. Sababli bilan almashadigan kelishik qaysi desa dan bo'ladi. Aynan mana shu yerga dan tushadi. Xo'p, mana e'tibor bering. Shunda avtohalokat sababli emas, avtohalokatdan cho'loq bo'lib qolgan bo'lib ketadi. Demak, endi davomiga e'tibor bersangiz, o'sha ko'makchi o'rnida almashina oladigan kelishik qo'shimchasi umumiylik ma'nosini bildiruvchi qaysi kelishik qo'shimchasi bilan sinonim bo'ladi degan. Ya'ni dan bilan ni sinonim qilsangiz bo'ladi. Ya'ni nondan yeng, nonni yeng bo'ladi. Faqat nonni yeng bo'lgan paytda butun hamma non nazarda tutiladi. Nondan yeng deganda qism, nonni yeng deganda butun bo'ladi. Ya'ni bu savolimizning javobi ni tushum kelishigi bo'ladi. 39 ga e'tibor bering. Ikkita ajratib ko'rsatilgan so'z berilgan. Bu rivoya qilgan so'zi bilan aqli va zehni so'zi. Qarang, rivoya qilgan aniqlovchi, aqlni, demak, bolaning aqli va zehni o'tkirlashadi deganda mana bu yerda ega bo'ladi. 40-savolga e'tibor bering.
Xo'p, bu yerda ham to'yib yeyish so'zi bilan sohibini so'zi ajratib ko'rsatilgan. Birinchi ajratib ko'rsatilgan so'z tobe bo'lib kelgan so'z so'ralayapti. Qarang. To'yib yeyish og'irlashtiradi. To'yib yeyish og'irlashtiradi. Keyingisida aytayapti. Ikkinchi ajratib ko'rsatilgan so'z tobe bo'lgan so'z deyapti. Sohibini qoldiradi. Sohibini qoldiradi bo'ladi. Shuning uchun bittasiga og'irlashtiradi, keyingisiga esa qoldiradi so'zi bo'ladi. 41 ga e'tibor bering. Ertasiga maktabga ketayotganda kiyimlarni topa olmaydi, yechgan joyini esidan chiqarib qo'ygan bo'ladi. Xo'p, bu yerda ikkita gapni bog'lashimiz kerak. Bu yerga chunki bilan bog'laymiz. Chunki sabab bo'ladi va qo'shma gapning ergash gapli qo'shma gap turi shakllanadi ustozlar. 41 ga birinchisida chunki, keyingisida ergash gapli qo'shma gap. 42 ga qarang. 42 da ishq sirim mahmilin ko'p bo'li chekma ey qazo ajratib ko'rsatilgan nido. Keyin qarang. Gar hiloldan kajak, Xurshiddan zang aylading. Kajak, zang sanab ko'rsatilganligi uchun ta'did sanati bo'ladi 42 ga. Xo'p, 43-siga e'tibor bering. She'riy parchaning qofiyasini tahlil qiling va yozing debdi. Qofiyadosh so'zlar rang so'zi bilan diltang so'zi. Tirgak tovush qaysi desa nge tovushi. Qofiyaning qaysi turi desa muqayyat qofiya bo'ladi. Mana muqayyat qofiya. Shuning uchun 43 ga muqayyatni olasiz. 44-savol. Dur anga na so'z siflayi naqs deb qilur turki hinduga zohir nifoq. Bihayni aningdek sichqay chibin. Oq uzra qora u qora uzra oq. Endi buni janri so'ralgan. E'tibor bering. Xo'p, zohir nifoq oq so'zlari. Xo'p. B A S A shaklida qofiyalangan. Bunday qofiyalanish qit'aga mansub. Qit'a shunday qofiyalanadi deb o'rgatganman sizga. Demak, mana qit'ani olamiz. Janri qit'a. Keyin ushbu to'rtlikda fikrlarni yo'qqa chiqaruvchilar nimaga qiyoslangan desa, chivinga qiyoslangan. Endi mana aka ustozlar 44 ta savolning tahlili mana shundan iborat. Xo'p, boshidagi 5 ta savolni kechikirgan ustozlarimiz uchun qaytarib o'taylik. Qarang. Birinchi